Yodingizda bo'lsa, Ibn Sino Education xususiy maktabi abituriyentlari haqidagi reportajni dastavval sizga taqdim etgandik. Siz kimyaga qiziqmaysiz, lekin bizning maktabimizga kelsangiz boshqacha bo'ladi. Ustozlarning bilim darajasi kitob bilan cheklanib qolmagan. Bizda 7-sinfda kelgan bolalar mana 10-sinfda sertifikat olib bo'ldi. O'qib turgan odamga o'zi ikkita narsa, muhit kerak, keyin ikkinchisi zo'r o'qituvchi, yaxshi o'qituvchi. Bu markazda Ibn Sinoda ikkovi ham bor. Kimyo fanidan bo'lsa 1 yil davomida o'sha mavzularni 7 marta takrorlanadi. 7-marta takrorlanganda universitet darajasidagi kimyoni o'zlashtira oladi. Kelgusida kardioxirurg bo'lmoqchiman. Xudo xolasa Toshkent tibbiyot akademiyasiga topshirmoqchiman. Davolash yo'nalishi kelajakda neyroxirurg bo'lish niyatimda. 2024-2025 yil qabul Ibn Sino Education xususiy maktabi o'quvchilari uchun muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Biz bu yilda 90-95% natija bilan o'quvchilarni tibbiyot institutlariga o'qishga kiritishga erishdik. Keling, ular bilan dildan suhbatlashamiz. Ibn Sino xususiy maktabida tayyorlandik. Kimyo va biologiya fanidan milliy sertifikatlar qo'lga kiritib, mana Toshkent tibbiyot akademiyasiga kirdik, alhamdulillah. Buning uchun avvalambor shu domlalarimizga rahmat aytmoqchiman. Hozir mana tibbiyot akademiyasida 1-kursda o'qiyapmiz. Taassurotlar o'zgacha, albatta. 2 yil mobaynida men 10 hamda 11-sinflarda Ibn Sino xususiy maktabida ta'lim olganman va u yerda 2-o'quv yilining boshidayoq men kimyo va hamda biologiya fanlaridan 100% sertifikatni qo'lga kiritganman. Hamda o'sha Toshkent tibbiyot akademiyasiga 186-108 ball bilan ikkinchi son davolash fakultetiga grant asosida o'qishga qabul qilinganman va hozirda 1-kurs talabasimiz. Uch yil mobaynida tayyorlandik. Birinchi semestr, ikkinchi semestrda 1-kursni tugatdik. Kayfiyatli a'lo. Bir hafta oldin kimyo darsida Qodirjon Qosimovga o'rgatgan bilimlari yordam berdi. Masalan, men mamnunman o'qiganimdan. Sababli ora-orada domlalar savol bo'ladi, shu narsani hayotiy qilib tushuntirib ber. Bizga domlalar asosan shu hayot qilib tushuntirib berishardi. Shu tomondan menga qulayliklari bor. Endi odam ichidan niyat qilsa, haqiqiy ko'ngildan niyat qilsa amalga oshar ekan. Yaqindagina o'zi 1 yil bo'lyapti rosa. Niyatim shu Toshkent tibbiyot akademiyasi talabasi bo'lish, davolash fakulteti edi. Xudo xolasa Toshkent tibbiyot akademiyasiga topshirmoqchiman. Davolash yo'nalishi kelajakda neyroxirurg bo'lish niyatimda. Hozir niyatimga erishib turibman. Endi bundan yo'q xursandman. Albatta endi Xudoga shukr nasib qildi. Niyatimiz xolis ekan. Shu kunga keldik. Fanlarga qiziqqanimiz o'sha maktabimizda yaxshi o'zlashtirgan ekanmiz. Bu yoqqa kelib umuman u fanlardan muammo bo'lgan yo'q. Chunki maktabimizda o'qishga kirish uchun tayyorlanilmasdi. Bilim berish uchun, ilm berish uchun, o'quvchini haqiqiy kelajakda bir kadr bo'lish uchun tayyorlanilardi. Niyat shunaqaligi uchun unaqa muammo bo'lmadi bu yerda kelib, почти bu yoqqa kelib o'qiyapmiz. Faqat kimyo, biologiya u yoqda o'qigan fanlarimiz emas, anatomiya o'zimizga kerak sohamizga muhim bo'lgan fanlarni o'qiyapmiz. Toshkent tibbiyot akademiyasi talabasi bo'lish har bir talabalarning orzusi, abituriyent talabalarning va bu alohida bir baxt hisoblanadi. Ushbu oliygohga kirish uchun talabalarimizdan eng avvalo kimyo va biologiya fanlarini chuqur o'zlashtirishi kerak bo'ladi va bu bilimlarni o'zlashtirish natijasida kelajakda yetuk kadr bo'lish uchun, oliy toifali shifokor bo'lish uchun ushbu fanlarni chuqur o'rganish kerak bo'ladi. Oliygohga kirgandan keyin demak ular tibbiy kimyo fanini o'qishadi va u yerda kimyoning tibbiyotga bog'liq jarayonlarini bevosita chuqur o'rganadi. 117-guruhimiz talabalari Sarvarbek va Asilbek. Bugungi kunda ularning bilim darajasi hozirgi kunda har bir mavzuni o'zlashtirish bosqichi yaxshi va a'lo baholarga topshirib kelmoqda va oldingi fundamenti kelajakdagi mavzularni o'zlashtirishiga albatta kerak bo'ladi. Albatta mashaqqat bo'ladi, chunki har bitta buyuk natijaga erishish uchun buyuk mashaqqat bo'lishi kerak. Yaxshi natija uchun albatta yaxshigina mashaqqat bo'lgan. 3 yil davomida tayyorlanganman o'zim.
O'sha maktab xususiy maktabimizda Ibn Sinoda masalan hamma uxlayotgan paytda ertalab turib dars qilish kerak, darsga chiqish kerak. Masalan hamma kech payt dam olayotgan paytda telefon o'ynayotgan paytda siz telefon o'rniga kitobdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Albatta bulardan voz kechish juda ham oson bo'lmagan. Uydan uzoqda albatta gadjetlarsiz umuman olganda qiyin bo'lgan, lekin eplaganmiz. Alhamdulillah mana o'qiyapmiz. Imtihon jarayonlari unchalik hayajonli kechmagan, chunki imtihonga kirguncha biz o'zi kimyo hamda biologiya sertifikatini olib bo'lgandik va imtihonda shu 1 soat davomida biz faqatgina majburiy fanlardan testlarni yechganmiz va testlarimiz natijasi a'lo chiqqan va natijadan juda ham xursand bo'lganmiz. Buning uchun shu bizga ta'lim bergan ustozlarimizga kattakon rahmat aytib qolaman, chunki ularning hissasi biz uchun beqiyos. Bizga o'z farzandlaridek bizga tarbiya berishdi, ham ta'lim berishdi. Ulardan juda ham minnatdormiz. Men birinchi o'rinda o'sha kimyoni o'rgatgan Qodirjon Qosimov, Murodjon domla, Sardor domlaga o'z minnatdorchiligimni, eng asosiysi Shohid opaga minnatdorchiligimni bildiraman. Yaxshi bergan bilimlari sababli mana a'lo baholarga o'qib yuribmiz. Men Ibn Sino Educationda 4 yil ta'lim olganman. U pashli oilam bo'lib ketgan. Men uchun eng ko'p o'qiganlardan bo'lsam kerak. Bu yerda hamma men uchun qadrli. Birinchi o'rinda boshlaydigan bo'lsak, Qodirjon Qosimov, u ustoz men nafaqat o'qitish, balki kirib kelishimga ham hissasi bor, uni tarixi bor o'zini. Shohidaxon ustoz ikkinchi o'rinda, keyin Sardor domla, Murodjon domla, Hoji Akbar domla, Islom Ali domla, Shahboz domla, Ahror domla, hammalarini o'rni beqiyos bizni shu darajaga kelishimizga. Avvalambor o'zingizda o'qishga kirishingizdan ham ko'ra ota-onangizni ishonchini oqlash ko'proq odamga rag'bat bag'ishlaydi-da. Masalan, o'zingiz o'qishga kirganingiz bu o'zingizning yo'liga, lekin ota-onangizni ishonchini oqlaganingiz bu siz uchun haqiqiy baxtda. Birinchi bo'lib men onamga xabar berganman hamda shu onajonim meni xabarimni eshitib yig'lab menga juda ham rahmat aytishgan, chunki ularning ishonchini oqlaganim uchun va shunda men hammaga hamma o'tkazgan qiyinchiliklarimni shu zahotiyoq men unutib yuborganman. Oliygohga birinchi qabul qilganimda kechqurun 4 da bildik natijani. Onamga aytdim, xursand bo'lishdi, yig'lashdi. Xursandchilik kayfiyatlari bilan yaxshi o'tdi. Ibn Sino Education maktabining direktori ham aytardi, o'qishga kirish muammo emas, kirasizlar. Bu faqat ilmni maktabda o'rganib olinglar derdi. Xuddi shu narsa. Hozir bu yerda ham shunaqa o'qiyapmiz, lekin bu bir baho uchun emas, ilm olish uchun o'qiyapmiz. Baholar o'zida o'zi. Niyatni faqat ilm olish uchun qilyapmiz. U baholar uchun emas, avvalam o'qishga kirish uchun emas, deydi, ilm olish uchun deydi. Hozir bo'lsa ko'ngilimizdagidek bo'lyapti o'qish qilib. Kelajakda rejalar shu endokrinolog bo'lish, yurtga, elga foydasi tegish. Kelgusida shu Toshkent tibbiyot akademiyasini tamomlab, magistratura va agar nasib qilsa shu bakalavr bosqichining oxirgi kurslarida men chet elda, ya'ni Germaniyada o'sha o'zimni shu o'qimoqchiman hamda kelajakda yetuk jarroh bo'lib ishlash niyatim bor. Dadam ummatga eng ko'p foydasi tegadigan farzand bo'lgan deyishadi. Eng foydasi ko'p tegadigan, misol faqat foyda beradigan kasb egasi doktor deyishgan. Men niyatim ham doktor bo'lib, kelajakda insonlarga faqatgina yaxshilik qilish niyatim. Agar sizda ham Ibn Sino Education xususiy maktabida o'qish va yurtimizning nufuzli tibbiyot institutlarini talabasi bo'lish niyati bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.